Muhammadjon aka, assalomu alaykum. O'zingiz e'lon qilgandek, Nayza ligasida jang qilar ekansiz. Oktagon ligasi bilan amaldagi shartnomangiz bormi yoki yakuniga yetganmi? Birinchidan hammaga assalomu alaykum. Nayza ligasiga shartnoma qildik. Ikkita jangga qatnashdi. Birinchi eronlik bilan jang qilyaptik. Oyog'ini ikkiga bo'lib olibdi. Sindirib olibdi. Hozir zamina berdi braziliyalik. Такой опытный boец ekan. Hozir ashinga 10 kun ichida Perashonovga qilyapmiz. Va yerda braziliyalikka qarshi. Bu birinchisi oktagonga keladigan bo'lsa, shartnomamiz 1,5 yil oldin tugagan. 1,5 yilgacha travmalar bor edi, har xil vaziyatlar bo'ldi. Семейный обстоятельства dam oldik va qishda Tayvanda zbor qilayotganda bitta jang o'tkazib kelolmaydi. Biroz to'yladi yozish uchun. Hozir xudo xolasa 30-may kuni qaytish bo'lyapti, katta qaytish. Xudo xolasa yaxshi dasrochniy pobedalar qilishga harakat qilamiz. 1,5 yil oldin oxirgi jangingizdan so'ng vazn toifangizni o'zgartirishingizni aytgandingiz 70 kg. 1,5 yillik tanaffusdan so'ng o'zingizni hozir qanaqa his qilyapsiz? Bu vaznga adaptatsiya qanday kechyapti? Alhamdulillah, yaxshi. Bu vazn menga yangilik emas. Men karyeram davomida 77 kg jang qilganman, 70 kg jang qilganman, 66 da jang qilganman. Просто 66 ga menga состояние здоровья qiyin bo'layotganligi uchun 70 kg ko'tardim qaytib. Endi bu gonorarlar ne stoyit bunaqa здоровьяni yo'qotishga. Mana 70 kg ga ham Xudoga shukr, fizika hamma yetadi. Degan umidamiz inshaalloh. Yaxshi. Hozir samachustiylar yaxshi, travmalarni hammasini davoladik. Прям заряжен, боевой готовностьda. Xudo xolasa зрелищный bo'lar bilan O'zbekiston xalqini xursand qilishga harakat qilamiz. Nayza ligasida 70 kg da chempionlik kamari adashmasam vakant qolgan Danchenkodan keyin. Bu ligada planlar qanaqa? Chempionlikgacha borishmi yoki bir ikkita jangdan so'ng ligani o'zgartirasizmi? Endi inshaalloh ko'ramiz. Hozir birinchi Xudo xolasa Nayza ligaga kirishimizni ko'ramiz. Xudo xolasa пока что muomala, отношениялар yaxshi. Взаимопонимание bo'lyapti. Rukovodstvo liga rukovodstvosi bilan, o'zimiz bilan, biz bilan biz bir-birimizni yaxshi tushunyapmiz пока что. Если условиялар yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'ramiz. Xudo xolasa endi любой bironta ligaga kirayotganda maqsad bari poyez bo'ladi, kamar bo'ladi. Inshaalloh hozir birinchi jangni o'tkazib, дальнейший planlar по-любому endi yaxshi условиялар bo'ladigan bo'lsa, kamarga ham urishimiz mumkin. O'rta Osiyoda boshqa bir liga, Oktagon ligasining chempioni sifatida o'tyapsiz-da bu ligaga. Sizga to'lanadigan gonorar sizni qoniqtiryaptimi? Albatta. Qoniqtirmaganda kirmasdik-ku. Shuning uchun пока что yaxshi. Misol uchun Nayza liga sinib qilyapti пока что bizni достиженияларni как спортсмен holda eshitishni bilishyapti. И нормально, пока что устраивает. Yana bir tinchib ketgan savol bor edi. O'sha Majid Sardarov bilan holat nima bo'lgan jang? Majid Sardarovda mana oxirgida ham Toshkentdagi Humo arenaga menga predlagat qilishdi. Просто u bola bilan biz hamma narsani уже за пределами tashqari hamma narsani yechib hal qilib bo'lganmiz. U ham menga va'da bergan, что там дальше развивать qilmaymiz bu отношенияni. Oxirgida men ligaga savol berishdi, tipa Muhammadjon rozi bo'lsa ko'rib chiqamiz deb. Endi men bitta gapirgan narsam qaytib bormayman. Tugatdi. Biroq o'ylashim mumkin, tam ko'zi yetmadi, urush kerak edi u edi. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Uni vaziyati bizga to'g'ri kelmadi. Так что mana shunaqa bu tema yopilgan. Bu temani qaytib ochishda вообще смысл yo'q deyman. Nayzada yana bir qiziq figura Muhammad Hiybati oxirgi marta jang qildi. Bu jang haqida nima deysiz? Agar ehtimoliy sizga raqiblik qilsa,
istak bormi bu bilan jang qilish? Конечно, ular Muhammad Haybatiylar, ular вообще Mendiyevni boyatlar rossiyskiy ringda o'tgan серьезный opponentlar bilan jang qilgan. Albatta, если boshqa shans beriladigan bo'lsa, Niger ligada o'zimiz kuchimizni sinab ko'ramiz. Pop mashinalarga qarshi. Doston Bozorovni jangidan oldin vazn tashlash jarayonida aytgandingiz, kurashda 100% ustunligini his qilganmidingiz Fazliddinga qarshi? Siz aytgandingizki, Fazliddinni 100% yutadi deb ishonch bilan aytgandingiz. Nimaga ishonib gapirgandingiz buni? Endi Doston o'zimiz ukamiz bo'lsa, biz почти har trenirovочный protsesda bilamiz, birga постоянно подготовка, birga trenirovka qilib kurashda ham, ularga ham просто men o'zimda чувствовать qilgan kurashini aytyapman. Menga qiyin bo'layotgan kurash Fazliddin 100% короче rivojat qila olmaydi deganman. Ana shunasi bo'lib chiqdi. Uni xohlasangiz ashu bo'yi ham aytganim qo'yishingiz mumkin orada. Kecha Nursulton Ro'ziboyev UFCda navbatdagi jangini o'tkazdi. Irodali g'alabaga erishdi. Bu jang haqida nima deysiz? Nursulton ukamiz вообще молодец. Вообще snizov o'zi pastdan kelib ko'tarilgan bolalardan вообще xursand bo'ldik. Вообще jaydari bola, короче, hech qanaqalik bir ko'maksiz, kimgadir qanaqadir поддержкasiz shunaqa arenalarga chiqib yuribdi. Только havas qilyapmiz. Xudo xohlasa biz ham harakat qilyapmiz. Inshaalloh UFClarda ham O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga bizga ham nasib qilsin. Muhammadjon aka 2023-yil 3 ta jang o'tkazgansiz. Oxirgi yili jang qilganingizda bu yilgi planlar qanaqa? Xudo xohlasa bu yilgi planlar вообще boy. Hozir 30-may kuni jangni o'tkazib, xudo xohlasa g'alaba qozonsak, travmalar, bestram hamma yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sразу 1-2 kun dam olib turib, dальше подготовка qilishni boshlaymiz. Chunki sразу keyingi turnirlarda jang so'rayman ligadan. Beriladigan bo'lsa, sразу protsessni boshlaymiz. Xudo xohlasa, bu yil вообще 4 ta 5 ta jang o'tkazishimiz lozim. Oldinda turgan jangingizga omad tilaymiz Muhammadjon aka. O'zbekiston xalqi xudo xohlasa 30-may kuni просто qo'llab-quvvatlab qo'yilasizlardan nima ketdi. Bizga chista mashina поддержкаlar kerak. Chista kommentariyada, Instagramda просто kommentariyalarni portlatib, layklarni bosib tursanglar, biz xudo xohlasa bizga katta motivatsiya bo'ladi. Katta arenalarda chiqib turib, gazni sizlarga o'sha bosishga niyatimiz bor. Xudo xohlasa gazini bosamiz. Rahmat katta.